Bloger hamda Vayner Abbosxo'ja Akramov bir oz avval o'zining Instagram sahifasida hozirgi kunda shov-shuv bo'layotgan kokosh mavzusiga o'zining video murojaatini joylagan edi. Uning video murojaati ostiga quyidagi taniqli shaxslar izoh qoldirdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormang. Kamola Oripova. Abbosxo'ja. Situatsiyaga to'g'ri qarang. Bugun O'zbekiston vrachlari deyilgani yo'q. Aynan o'sha klinikada Komilaga qaraganlar haqida gap ketdi. Qoshida turdingiz. Kelib o'sha vrachlar bilan gaplashib, o'rtaga erkak kishi bo'lib, vaziyatni yumshatishga yordam bering. Kokosh siz bilan u klinikaga borgan. Hozir yonida emasligingiz uchun sizga ataka bo'layotgandir. O'rniga o'zingizni qo'ying. Kokoshni yonida erkak kishi yo'q. Siz ham yo'qsiz. Shu vrachlar bilan siz bo'lgansiz. Boshidan hattoki mumkinmas bo'lgan operatsiyaga kirdingiz. Obzor, reklama uchun. Естественно, bu holatga kelganda yo'qligingizga gapirishdi-da, deya izoh qoldirdi. Shuningdek, taniqli shaxslar Barchun G'afurova ham o'z izohlarini quyidagicha qoldirdi. Sizni hech kim haqorat qilmayapti. Insoniylik partnyor sifatida yonida bo'lishingiz kerak, menimcha. Keyin, Kokosh hech kimga sizni haqorat qildirib qo'ymayapti. Shu ahvolda bo'lsa-da, u Farg'onada deyapti. Kokosh mard qiz. Iltimos sizlardan unaqa har xil gaplar yozmanglar. Nabarot hammani urushtirib qo'yasizlar. Hechdan ko'ra duoda bo'laylik. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr azizlar.